O'zbekiston bo'ylab sayohatimiz davom etmoqda. Hozirda biz Samarqandga yetib keldik. Assalomu alaykum akalar, hormanglar. Qayerdansizlar? Norindan. Vodiydan Norindan. Hammalaringlar bitta sinfdosh bo'lsanglar kerak. Sinfdoshing, maşallah. Hozir qayerga ketyapsizlar? Samarqand. Buxoroga İnşallah. Bu holatda necha kun bo'lib chiqqaninglarga? Bugun chiqdimi? Maşallah. Sizlar qaysi sinfda o'qigansizlar? Bizda unaqa ajratish yo'q. Ajratish yo'q. O'zi o'xshi qaysi sinf? 71. A bilan bir. Maşallah. Ko'z tegmasin, oqibatinglarga Xudo xolasa shunday do'stlar hech qachon ayrilmasin. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda biz ham O'zbekiston sayohatiga Andijondan chiqdik Xudo xolasa. Sizlarga oq yo'l tilaymiz. Evet. Xudo xolasa ularni ham qo'shaveramiz. Maşallah. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Xo'p. Do'stlar, bu videoda A bilan B sinfga jo'natib qo'yinglar.